Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, bizlarning videolarimizni kuzatib boruvchilar. Bugun mana 1-may kuni kechki payt soat 6:30 2025-yil biyagomuslarimizni elab, haltalab ertangi kunga xudo xolisa xaridorlarga tayyorlayapmiz. 4 tonna 200 kilo sakas olganmiz. Har bitta xaltaga 45 kilodan xaltalayapmiz. Vishi sort 05 razmerda elangan, sifati a'lo darajada biyagomuslar. Ko'rib baho beraverasizlar. Hozir elanayotgan gomusni ko'rsataman. Mana sifati a'lo darajada 1800 so'mdan sotyapmiz. Manzilimiz Uzun tumani Yangi Ro'zg'or mahallasi 97-244 4406. Elanyapti. Juda a'lo darajada mayin, toza, 100% sof biyagomus. 6 oy mobaynida Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari yeb qayta ishlagan. Juda a'lo darajada. Kimga biyagomus kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Kunlaring xayrli va barakotli o'tsin.